Assalomu alaykum. Mana shu kravatimiz ko'p funksiyali kravat hisoblanadi. Buni yon chetlari va oyoq tomon baland past bo'lishining hisobiga bu ancha qulayligi bor. Bu kravat shu bosh qismi, oyoq qismi ABS plastik materialdan tayyorlangan bo'ladi. Maxsus oyoq qismi g'ildiraklari bor va tormozlar bilan jihozlangan bo'ladi. Yon bakoylari ham plastik hisoblanadi va mustahkam, yon tomon tushib ketib qolmasligi uchun yaxshigina mahkam qilib ushlab turadi. Kravat matraslarini ko'rib turibsiz, bo'lak qilingan. Buning sababi kravatni ko'tarib tushirilgandagi bemorga qulaylik yaratish maqsadida, ya'ni yig'ilib qolmaydi ustidagi narsa. Oyoq tomonida ikkita mexanizm bo'ladi, ya'ni bosh qismini ko'tarish bo'lyapti. Buni bosh qismi ham shu 90 gradus ko'tariladi va bosh qismini ko'tarishning jarayonida ko'rib turganingizdek matras bo'laklari ham o'sha tekis birma-bir ko'tarilib tushiriladi. Oyoq tomonida ikkita mexanizm, bittasi oyoq ko'tarib tushirishga, bittasi bosh qismini ko'tarib tushirishga hisoblanadi, vazifasini bajaradi. Yana bir xususiyati buni matrasi ustiga nimadir tegadigan bo'lgan taqdirda ham ustidan namlata bilan artib tashlab yana foydalansa bo'ladi. Bu ichkariga suv o'tkazmaydigan materialdan hisoblanadi. Chidamli, baquvvat, og'ir vazlarni ham ko'tarib tura oladigan matras hisoblanadi. Ichidagi machalkasi ham juda ham qulay. Endi bu kravatimizda yana bir qulayligidan biri material jihatidan materiali yumshoq, tanaga yotganda, o'zida yotganda bab ustiga matras qo'yiladi, lekin bab yotganda ham yumshoqligi bilinib turadi. Endi yana bir buni ta'riflaydigan bo'lsak, oyoq tomoni ko'tarilish qismlari mana ko'rib turganingizdek tepaga aylantirish hisobiga, chap burchakda aylantirish hisobiga oyoq qismi ko'tariladi va xuddi shu burchakda teskari qilib aylantirishning hisobiga burchak yeriga pastga tushib turgan holatida ko'rinadi. Bu holatda bemor o'ziga bo'lgan komfortni yaratib olsa bo'ladi. Bunda muammo bo'lmaydi. Chiqadi. Oyoq pastga tushgan holati, o'sha richayda aylantirish, teskari aylantirish holati pastga tushib, oyog'i o'sha o'tirish, kreslo bo'lib o'tiradigan holatga qo'yilgan. Bu o'sha qulaylik va bemorga bo'lgan diskomfort yo'qotishda juda ham qulay yechim. Pastga oyoq tushganda o'tirib sirpanib tushib ketib qolmaydi. Matras unaqangi matras usti silliq matras emas bu. Matli matras hisoblanadi. Usti o'dir-bo'dirlardan iborat. Yana bir tomoni, ya'ni yon bosh tomon ko'tarilib tushirilishning hisobiga mana bemorni ag'natsa bo'ladi. Hozir ko'rib turganingizdek, o'ng tomon ko'tarilyapti yerdan. Mana biz o'zimiz ishlab chiqarganimizdan so'ng albatta yig'ib, tekshirib, sinab ko'rib olamiz va shundan keyingina mahsulotni egalariga yetkazib beramiz. Mahsulot 100% parashkoy kraskadan olgan, ya'ni kukun kraskadan bo'ladi. Bu kraskaning qulayligi uncha-munchaga zarblarga chidamli bo'ladi, ko'chib ketmaydi, zaynashga chidamli bo'ladi. Shuni hisobiga bu kraskalar hozirgi kunda eng qulay meditsina sohasida ishlatiladi. Ushbu kravat 4 ta g'ildiragi bor, g'ildiraklar tormozlardan iborat. Ko'rib turganingizdek, xonani u chekkadan bu chekkaga olib yursa bo'ladi, imkoniyatlar yaratilgan. Richaylari ham oyoq xalaqit bermaslik uchun moslamalar qo'yilgan. Ushlash uchun oyoq tomonni ushlab turish uchun maxsus tormozlari bor. Yani qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.